Rahmat savollari. Kimga qiziq bo'lsa, zubachizga chaylab o'tiribdi. Bo'ldi, o'chirib. Mani bilan nima deyapman? Bugun sizlar bilan kommentarlarga javob beramiz. Nexia mashinasi 40-60 tezlikda ruli qaltirayapti. Nimadan u? Nexia mashinasi 40-60 da qaltirasa, ichki tomon granatadan bo'ladi. Keyin bir 100% da 80% chap tomondan chiqadi. Agar qattiq razga olib turgandan ham qaltirasa, o'ng tomon ichki tomon granatadan ham chiqadi. Ikkinchi savolimiz, tormoz bossa pedalga tepyapti. Nimadan u? Ko'pincha apornidan bo'ladi. Apornida olib kelsalaring, ko'ramiz, shilinadi. Agar shilishga chiqmasa, boshqa qo'yish kerak. Uchinchi savolimiz, o'ngga chapga burganda qitir-qitir ovozi bor. Nimadan bo'lishi mumkin? U o'ngga chapga urganda qirtillasa, tashqari tomon granatadan bo'ladi. U granataning o'ng chapi yo'q. Bir tomon qo'yilaveradi, qaysi tomon ovoz chiqqan bo'lsa. To'rtinchi savolimiz, mashina yurganda g'uvlagan chiqyapti. Nimadan u? Hop, u pachinidan bo'ladi. Pachini qo'yishi shoshilmas kerak. Olib kelsalaring bitta ko'ramiz. Balondan ham bo'lishi mumkin. Tepaga bagaj qo'yilgan bo'lsa, bagajdan ham bo'ladi. Kimga ma'lumotlar qiziq bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz, so'kalar nomerini qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.